50 minut davomlashtiramiz bu. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Aynek programımız hoş geldiniz. Muhammed Emin efendim, siz hoş geldiniz. Rahmet, hoş bulduk. Bugünkü programımızda bizden Şarkı Türkistan'la aldığı betim söz degan programımızın devam oldu. Şu vaxtda bizden Şarkı Türkistan'a şu vaxtki Garip Türkistan bolsun yoki bütün Türkistan täbäsiga täsir göstergen iqlimlar bunun da alayda rol oynayan kişiler doğruluğun azırak toxtulup ötümüz. Mesela onun o vaxtki siyasi vaziyet bizdenki mesela Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerinin kuruluşunda qandaqroq ta'sir ko'rsatgan degandek. Endi Muhammed Emin efendim siz müştuqliq bir kirish qilib beramiz. Programga taklif qilganingiz uchun rahmat. O'tgangi qatimliq darsimizda şu o'tgan asrninki boshlarida 19 asrninki ikkinchi yarmidan tortib boshlangan bir islohot harakatlarining mavjud bo'lganligi, o'tirg'i chiqqanligi, ham bu harakatlarga ergishib ba'zan dunyoviy cho'ng kuchlarniki shu islom ideologiyalariga qarshi tutgan pozitsiyalar haqida tunishtirib, şu zamandaki fikriy iqimlarning bayroqdor shaxslari ve iqimlar bizning vatanga bog'lagan bog'larni tunishtirib o'tgan edik. Hamda bu qatimliq darsimiz Bekrak Türk dünyasına bağlanışını merkez qilib so'zlaymiz. O'tgan qatimliq darsimizda masalan bizning vatanda mayli Yaqub Xonniki davridagi tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqamiz bo'lsin yoki Yaqub Xon yani Qashqariya davlatining yiqilgandan keyingi xalqimizning sarxillarining Türkiye'deki islohot harakatlari Arab dunyosidagi islohot harakatlari bilan bog'lanishli taraflari bo'lsin, shuni bir qator tungan bo'ldik. Yani hakikaten Türk dünyası mı yukarıda degenimizde xalqaralıq bir krizisninki en şu merkezinde rol oynayan bir aktör dünya, Türk dünyası. Bizdeki Şarkı Türkistan şunun cümlesinden hem xalqarada oynanılayotgan siyasetninki merkezi yani dasturxan hesaplanıdır. Bizden vatan coğrafiyaları. Türk dünyası umumeten. Şuna günümüzde Garip Şarkı oturuştaki tokunuşlarını analiz kılgan vaxtda Garip'tekiler devamlı oturuş Şarkı krizisinin menbesi değildir. Şu merkezde analiz kılınacak işler. Bunda nemeden ideolojik noktadan qaragан çağımızda yani İslam Garip medeniyeti, İslam medeniyeti, Şarkı medeniyeti degan vaxtımızda yani biz meseleninki tam oturuşta. Bunda bo'lganlik uchun bizningki Şarkı Türkistan'ın vatanının bu krizisindeki günümüzde halkımız çekiyotgan bu dert azaplarınki menbasini izlenishga mecburiyetimiz. Bu menbalar yani qaytib kelsak gapimizga. O'tgan asrninki boshlarida asosan xaritalar chizilib bo'lgan bir ishlar. Hamda buningki oq ko'rinishi sifatida oldi bilan shu Çar Rossiya hukumati Bolsheviklar hareketining oldidan boshlab Türk dünyasını hedefke ep bo'lgan. Bu yerda masalan Checheniston, Dağıstan taraflar bu yani Kavkaz rayonu deymiz. Kavkaz rayonu ama tamamen bu Rusya'nınki, Çar Rusya'nınki çangılasıga çıkıp bo'lgan. Hatta bizning vatanninki şimal tarafları asasen Çar Rusya'nın qo'l ostidaydi. Mesela İli Şarknamesini ko'z oldimizga kelsak 1871'deki. Hakikaten bu G'arbiy Turkistonga zaten o'yin chiqmayki naq maydoniga o'yinlab bo'lgan o'yinninki. Bizning vatanmi shu o'yinning qatorida edi. Manjularning besib kelishimi shunda edi. Hamda shu tashqi dushmanniki yani zulmini dafi qilish, uni ittirish, xalqni uyg'otish uchun bir ideologik iqimlar lazım xalqimizdagi ichida. Sarxillarimiz har vaqt
Halkımızın kanda yüzünde bu tecavüze karşı uygulayamayız deb bek köp tirişkan. Ziyalilerimiz her vakit yani mümkün bo'lgan bütün vositalarni qo'llangan. Buniki birinci nimasi o'tgan qatimliq darsimizda so'zlagan to'q. Masalan, Türk dünyasının merkezi olan İstanbul'da 3 xil eqim bor edi. Masalan, Yusuf Aqchura degan kishiniki kitobini qarasak, 3 tarzı siyaset deb bir kitob ochib, Hoş. ko'rmanlarimiz shu kitobni jiq o'qishini tavsiya qilaman. Hoş. Ziya Gökalp'ninki masalan millat, kimlik degan shu uqumlarni tushuntirgan kitoblari, ko'z qarashlari, Yusuf Aqchura'nınki 3 tarzı siyaset degan kitoblari dal mishadagi krizislarni, kimlik krizisi bilan shu krizislardan siyosiy bo'hronlardan qutulishning choralarini bunda sunib o'tadi shu kitoblar shu vaqtda. Osmanlı'da o çağda Abdülhamid Han'ınki siyasi bir şuarı vardı. Yani bütün Müslümanlara hilafet merkezlik, bütün Müslümanların gövdesini birleştirir. Hoş. Garip şarkka şu İslam ümmetinin hemsini birleştirip durup El Camiatul İslamiye yani bütün dünya İslam birliğini kurup çıkış teşebbüsü de olan. Bununla mesela şu Osmanlı'nınki Abdülhamid Han'ınki şu çakırık'a avaz koşup Hindistan diyarındaki Müslümanlarınki Osmanlı'ya kılgan yardımları, toplagan iyaneleri o fevkalade zor. Mesela bizden vatandaş şu vakti bağlanıp bulağlık. Yani fikir cihette. Mesela Osmanlı'dan bizdeki Kaşqa, Golculuğa bağlan Hamidiye Üniversitesi, Darul Ulum degen şu mekteplige bazı 4 tane muallim evetilgenliki bu muallimlerin akar şirketleri aktif rol oynaganlığı kayıtlarda, bütün akademik kitaplarda var. Ama dikkat kılınmayıverdi günümüzde çok. İkinci bir, bunu dünya siyasetinde, Abdülhamid Han'ın bu siyasetinde pan-İslamizm deb atalıyor. Hem de bizden atalgımızda doğru mu hata mı okumayma. Mesela Xitay'nınki Şarkı Türkistan devleti ham xiyalının berbat buluşu deb, ham xiyalının berbat buluşu deb bir kitap çıkarıyorlar. Xitay akademikleri yazıp çıkarıyorlar bunu çok. Tarqalib qilib nima qilib qoldi o kitob besilib qoldi. Bizning bu ko'rmanlarimizdan takror o'qib chiqishni tavsiya qilman shuni. Bizning vatanga ta'sir qilgan iqlimlarni tunish, xalqaro o'ynalgan siyosatlarni tunishda bir muhim yani material o kitob. Shu kitobda Xitoymi, Rossiyami shu vaqtdagi Char Rossiya hukumati, bolsheviklarmi Abdülhamid Han'ın bu siyasetini davomli pan-islomizm deb kunimizdagi terrorizm degandek aşkullar degandek bir nimaga kugizib qolib turib ziyolilarning harakatlarini bostirishga tirishgan. İslam dünyasida uyg'ongan ziyolilarning harakatlarini. Ammo shu fikrda tashqi dunyoning bu fikrlarida bizning vatandami ulamolarimiz qattiq ko'p tirishib bu fikrlarniki vatanga mos ketgan taraflarini jiq ilg'ilib. Masalan, Abduqodir Domollam bir tarafdan jadidchilik harakatiniki vatandagi nimasi bo'lsa, bir peshva sarxilimiz bo'lsa, yana bir tarafdan buning shu tashqi dunyoda Muhammad Abduh, Jamoliddin Afg'oniy, Muhammad Rashid Rizoniki Misr merkezlik Misrdan tashqi dunyoga eqitgan, ya'ni g'arb fikrlari bilan g'arbda taraqqiy qilayotgan ilm, taraqqiyot bilan islomniki umumiy ruhini birlashtirish asosida yani ummetning uyg'onishi, yani islomning, musulmonlarning uyg'onishiga chaqiriqlarini Abduqodir Domollam intayin yaxshi taqqoslagan. Hem jadidchilik harakatiga ovoz qo'shgan, hem İslam dunyosidagi bu uyg'onishlarga ovoz qo'shgan bir avangard ulamolarimiz, peshvarimiz, ham sarxilimiz. Endi masala u yerda ham to'xtab qolmoqlik. Bu zulm O'rta Osiyoda oshgan siri, masalan, bolsheviklar harakati qo'zg'alib, Taximbek Char Rossiya hukumati aslida O'rta Osiyoda verdik, G'arbiy Turkistondagi Türk xalqini, Türk Müslüman xalqini Ruslashtirish siyosatini o'tirib qo'ygan. Buni masalan, yani assimilyatsiya siyosatini uchoq manda ataydichu Nikolay Eminskiy degan kishi bir sistem o'tirib qo'ygan. Bu yerda kishilarga yangi kimlik yaratish deydi. Bu yangi kimlik degani o insonlarning asli qo'llanayotgan ma'arifining tilini o'zgartirish, masalan, alfabani o'zgartirish shu vaqtda o'tirib chiqib bo'lgan ish bu. Kiril alfabasining qo'llanishi masalan. Bularni tadrijiy holatda o'z kimligidan qaytarib, ruschalashtirib bo'lgandan keyin ularni xristianlashtirish.
Demek bu yerdeki kuch tashkil qilgan bütün Türkistan diyarındaki Uyg'ur, Qozoq, O'zbek degan bu shakllangan shu yangi ulus yoki yangi millat hukmlarining hammasini Hristiyanlık degan bunda cho'ng bir diniy bizga yot bir teoriyaning ichida eritib tugutishni planlagan. Bu siyaset muşunda qattiq kuchlik bir tarafdan siyosiy besim, yana bir tarafdan kuch, zo'rliq, zo'mburliq, sarxillarni o'ldirish, qiynash, palash, yurtlarni yotkash. Yani günümüzde bo'lgan siyasettin necha hassa qattig'ini u vaqtda ijro qilayotganlik uchun bu bolsheviklarga o'tirg'i chiqib texmbek ortganligi uchun bu zulmniki turlarining yani xalqimizning ustiga yani Türkistan diyarındaki zulmniki. Bu yerda ziyolilarimiz şu vaqtda bunda xalqni qutqizishning chorasini ikki tarafdan izlagan. Yani biz yig'inchoqlasak ikki tarafga yig'inchoqlik bo'lib. Bunun birisi Muşadaki yani Tatarlar merkezlik ma'arif islahatı. Bunun en başında mesela İsmail Gasparali kito, onun Musa Carullah kito ve bununla avaz koşkan Otur Asya'daki Türkistan diyarındaki Özbek, Kırgız, Uygurlar'daki avantgard sarxilleri ilmali. Bu yerde ikinci bir akım oturgu çıkılığı yine. Tatarlar'ınki bu islahatı aslında İsmail Gasparali'ninki şu ardımı malum. Mesela işte birlik, tilde birlik, mesela nişanda, hedefte birlik deydi. Bu gaye aslında ma'arif asasındaki birleşişini çağırdı Türk dünyasını. Qaytadan ma'arif islahatımızı qilib, özümüzün kimligini şu ma'arifda taraqqiga vaqtda o'quv-o'qitish ishlarimizni isloh qilib o'zgartgan vaqtimizda shundan qutula olsak, zulmdan qutula olamiz degan bu ishonchi bilan Tatar olimlari nashriyatlarni o'tirg'i chiqardi. Bu yerdagi nashriyatning eng ko'rnarli namunalaridan birisi Tercüman gazetasi. Tercüman gazeti şu vaqtda ta İstanbul'dan Sibiriyagacha bizning vatan zaten en merkezi hesaplanıp kalgan şu. Tercüman gizli takılgan fikirinin ekimindeki okurmenleri yani heveskarları süktüde. Demek bir yerde bir şu vaktki bir vasıta gizit besiş, makale yazıştı, jurnal taktış. Şu vasıtını en yukarı çekti paydalanıp yani Türk dünyasının uygunlaşığı asaslanan bir vasıta Tercüman gizliti ve şu arçılar İsmail Gasparali ve Musa Carullah katarlıklar. Musa Carullah bir taraftan Arap dünyasına çetledi. Bir taraftan İstanbul'a çetledi. Yani bir taraftan hatta bizden vatan geçip verip Kaşgar'daki ulemalarımızla münazara kılıp medreselerimizin islahatı, halkımızdan yanındaki qalaqlıqның islahatı hakkında alimler bilen nurgun fikir münazirlerini kılganlığı biz ustazlarımızdan anlap çoğunluğu. Hem de bu ikinci bir akım. Üçüncü bir akım var bu yerde. Üçüncü bir akım Özbek alimlerininki tirişçalığı da Taşkent'te bir islahat dolkunu oturgu çıktı. Bu islahat dolkununki merkezi 1900. yılının başlarında mesela o yerde Türkistan Üniversitesi bir üniversiteydi. O günümüzde Türkistan degenine Kazakistan'daki bir küçük şehirge isim koydu. O devirde bütün Garbi Türkistan'ın hem mesela Türkistan, yeni bir Türkistan isimli bir üniversite var. Bu üniversitede keyin Taşkent Üniversitesi deb o'zgartdi, keyin Özbek Taraqqiyot Üniversitesi deb o'zgartdi, keyin o'zgartib kunimizda bilma instituti deb shunda davom qilyapti. Ammo asli ismi Turkiston Üniversitesi. Bu üniversitede Özbeklar, Qirg'izlar, Qozoqlar shu Sovet ittifoqininki yani bosqinchilikqa uchragan tüm Türkiye xalqlar asosan ideologiyalik nimani Kur'an'ı şu yerden eğilir. Hem de bu Taşkent Üniversitesi'ne hatta bizden vatandaşımız çok ziyaliyle gelip okulu. Mesela kimler var deseniz ben okurmenlerimizge, şu körürmenlerimizge, ekran yüzdeki kardeşlerimizge bir kitabını tavsiye etmem. Taşkentçiler 1, Taşkentçiler 2 de Uygur tilinde yazılgan, bizden vatanda neşr kılınan bir kitap var. Bu kitap intayin yaxşı kitap. Şu devirdeki siyasi ortam, ma'arif ekimi ve Taşkent Üniversitesi'de yoki Taşkent ekiminden faydalangan, şu ekiminin tesiriga uçurgan bizning vatanga qaytgan bunda meşhur şahslarımız var. Mesela Mesut Muhiti, onun başka
Seyfettin Azizi ikkinchi Cumhuriyet'de aktif rol oynayıp keyin Xitoyga masalan kommunizmning nimasiga xizmat qilib ketgan. Bular aslida qalbida Türkiye uyg'unishi var. Milletçilik, Türk milletçiligi uyg'unishi. Yuqorqisidan azroq farqli. Tatar ulamolarning nashr qilgan ma'rif islohotchiligi shu ardan azroq farqli. Yani milletçilik, ulusçuluk fikrda o'zi qurollanib vatanga shu nima bo'yicha vatanga qaytib harakat etib qolgan bir iqlimniki namoyandalari bu. Endi hedef aslida mayli Xitoydan bo'lsin, mayli Sovet ittifoqi tarafdan bo'lsin, hatta bizningki sharqimizda dedim, janub tarafimizda Angliya, Pokistonni kunimizdagi, Hindistonni besib turarliq, ammo bu yerdagi hukmronlikqa tavrab qolgan bir davr. Ammo bu yerdagi iqlimlarning hammasini inchki kuzatib turadigan vaqt bo'lganligi uchun xalqimizningki u yerda elib qolgan vatandagi mayli Qumul inqilobi yoki 1930'lardagi Xotandagi imorat, Qashqardagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti va undan boshqa vatanimizdagi butun jihatlarning oqisida, ya'ni harakatlarning, inqiloblarning oqisida asosli rol o'ynagan bu iqlimlarni bak kuzatugli. Bu iqlimlarning bayroqdorlarini kuzatugli. Hatto xalqimizning shunda iqlim ideologiya naqadar och ekanligini bayqagan missionerlarmi din taqtishga tirishganlar. Chunki xalqimiz haqiqatan ma'arifda muqallaqliq, bu kimligini yo'qotug'liq, o'ylab bakinglar. Halaqa Chantola, halaqa oqsoqollik olti shaharliklar deganday o'zining kimligini atayamaydigan darajada bo'lib qolganligichu. Olti shaharliklar deb masalan Yaqubxon davrida qo'yilgan bir ismchu, olti shaharda qurilgan davlatning nomi bilan. O'zininki millat nomini atayamaydigan darajaga berib qolgan. Uyg'ur degan ismni masalan ba'zida tanib qo'yib berilgan ayaga. O'zining aslidagi musulmon, turk degan bu kimliklarni bunda qaytadan tunishga sababchi bo'lgan iqlimlar yuqoridagi men bunda mujmal shaklda bayon qilgan bu 3 iqlim hisoblanadi. Biri islomiy iqlim, Buxorochilar hisoblanadi. O'zbeklarniki nimasi? Bularmi shu vaqtda nurg'un jurnal chiqarib, ya'ni jiq kuchigan. İkincisi nimalar? Jadidchilar. Jadidchilar ma'arifda Türk dünyasının birlashishinin asosini solgan ulamolar. G'asparali, bizning vatandagi Abduqodir Ramolla, Mamtali Tavfiq, Abduxoliq Uyg'ur nimalar? Hozir gapini qilgan Lutfullah Mutallib deganlar masalan Toshkentchilar tarafining ta'siriga uchraganlar. Bular Türk kimligi asosida, Türk milliy kimlik asosida qayta uyg'unishga chaqirganlar xalqni. Masalan, Uyg'ur degan gapning nimasini bayroqdori Abduxoliq Uyg'ur desak, Abduxoliq Uyg'ur aslida bir islomiy oiladan kelib chiqqan. Ammo shu Qozog'istonda kunimizdagi, shu Sovet ittifoqida o'qish jarayonida Toshkentchilarning taqatgan ang ideologiyasining ta'siriga uchrab, vatanga o'sha uyg'unishniki bir tarafini epkishaligli. Ya'ni milliy ulus fikrlarini epkishaligli. Yuqorida shunda degandek, bu yerdagi bu mustamlika assimilyatsiya siyosatlari dushmanniki. Undan keyin xalqni iqtisodiy jihatdan butun nimalardan jon tomirlaridan uzib o'tib, mayli o'zbeklar bo'lsin, mayli uyg'urlar bo'lsin, uyg'urlarga masalan Qashqarni qo'ljiga yetkash, shu Manjular davrida boshlanib bo'lgan. Yo'q, Qashqarya davlati yıkılgandan keyin Qashqar Xotan odamlarini qo'ljiga u yerga yetkash, bu insonni bir yerdan bir yerga majbur yetkigan vaqtda ma'arifidan qo'pitgancha bir to'plum, bir jamiyat. Mashhur insonlardan ajratgan. Uning toplumda ta'sir ko'rsatgan ziyolileri, ulamoları, oqsoqollari, boylari deganday toplumda bunda fikriy liderlik qilgan insonlardan ajrab ketishga sababchi bo'lgan ish ekan. Hem şu maqsadda ularmi dushmanlarimizmi shu davrda bu ishni nihoyat ustunlik bilan o'tirg'i chiqarganlar. Iqtisodiy beg'imizni qo'pirib o'tganlar. Bu yerda insonlar ishlab, ya'ni hayvonday ishlasa hukumatga ishlayotgan, o'zining bir yonchiqini tomlayolmayotgan, o'zining hojatini bunda tomlayolmagan inson hargiz bunda ummatini, millatini
o'ylig'ila da zihniyat metkan bo'lib ketgancho. Mushunda bir ig'ir besimlar ostida bizning Turkistonniki, umumiy Turkistonning, bularmi Sharq Turkistonniki bu yerda milliy kimligi asosan ojizlab, ya'ni yo'qolib ketish girdobiga berildi. Abay deganimdek. İslomiy kimligimi nihoyatda ojizlab, xalq ichida bunda buzuqchilik, fasodchilik bunda ishlari yani yamrab ketildi. Mushu iqtisodiy, hozirgi degan iqtisodiy bo'hrondan xalqni qutqizish tarafdarida Musabay ailesi bu ajoyib cho'ng rol o'ynadi xalqimizniki kimligining qaytarilib kelishida. Qanday desangiz, Musabay ailesi o'zi bir tijoratchi bo'lish sifati bilan Toshkentni shu vaqtda Sovet ittifoqi bir tijorat markaziga aylantirib ketgancho. Xuddi Xitoy bizniki Urumchida tijorat markazi qilganday O'rta Osiyoga yeyilayotgan, Turkiston diyoriga yeyilayotgan markaz qilganday. Shu nimadan foydalanib Toshkentga bizning vatanning qo'shnisi bilanchu O'zbekistonning muhim shahri. Toshkentdan Sharq Turkistonga bir tijoriy bog'ni shakllantirdi. G'o'ljiga, Qashqarga, Otishga, Xotanga degandek. Bu yerdagi Musabay oilasining shakllantirgan bu tijoriy bog'i tadrijiy holatda bu insonlarning ba'zi iqtisodiy qiyinchiliklarni hal qilishga yo'l izlasi bir tarafdan, yana bir tarafdan tashqi dunyodagi fikr iqlimlar bilan tanishishga yo'l ochadi. Masalan, Abduqodir Damollamday, Sabit Damollamday, hatto Abdulmutali Xalfitin bor. Mashhur shu nimalda diniy liderlik qilgan. Ikkinchi Cumhuriyetimiz. Hatto Zarif Qarajim masalan, o'zbek o'simi bu yerdagi shu ramkidan nihoyat yaxshi foydalanib, o'zi sig'magan O'zbekiston, Xoqon, Toshkent degan yerga sig'magan olimlarni bizning vatanga boradigan hali shakllangan. Bag'adan keyin ular madrasa, maktab shunday yerda aktiv rolni joriy qildirib, xalqniki kimligini tunish, tajovuzchini tunish, undan keyin o'zining huquqini qaytarib olishga tirishgan bir ongning yaratilishiga kuch qo'shgan bir sharoitniki asoschilari hisoblanadi. Ya'ni Musabay ailesini her vaqt eslagan chog'imizda Alloh ulardan rozi bo'lsin deyishimiz kerak, musulmon bo'lish sifatimiz bilan. Bular yana birga bizningki Sharq Turkistonni, mushu Toshkentchilarningki O'rta Osiyodagi Turk kimligi asosidagi bunda uyg'unish harakatlarining beg'ini ta Istanbulgacha bog'lagan odam bu. Shu davrda. İstanbul'daki masalan yuqorida dediklar Yusuf Aqchura'ningki pan islomizm, pan turkizm shu vaqtdagi. Undan boshqa geniş Osmanlılik yoki Ittihod taraqqiyotniki, Ittihod va Taraqqiy partiyasiniki shuarlari, Mustafa Kemalning fikrlari masalan. Shu fikrlarning hammasidan bizning vatanga tegishli nasibasini ya'ni akilishga tirishgan bir bog' hisoblanadi Musabay ailesi. Bundaqda İsmail Asparali to'g'rida ozroq bir tushuntirish beramiz. Masalan, biz bir nima to'g'rida shu to'g'rida ozroq bir tushuncha beramiz. Tamam, yaxshi savol oldim. Shu İsmail Asparalining gapi intayin ko'p zikr qilinadi bizning Uyg'ur akademiklarimizning, o'qirmanlarimizningki tilida. Ama İsmail Asparali'ninki Türk dünyası ko'rsatgan tuhfasi bilan tam. Bizning vatanga ko'rsatgan tuhfaları jiqcho bu odamning ta'siri jiq. Shunga bu insonni, bu ulug' olimni yaxshi tunib olishimiz kerak bizmi. O'zi asli Tatar olimi. Qozon markazlik nashriyat yo ilmiy islohotlar bilan mashg'ul bo'lgan odam. Bu odam tug'ilgan vaqti masalan 1851, vafot topgan vaqti 1914. Demak, o'tgan asrning eng boshlarida bu odamniki hayotining oxirlari hisoblanadi. Ilmiy faoliyatlarniki, aqartish faoliyatlarniki eng avjiga chiqqan davrlari hisoblanadi. 1900-yilning boshlari. Endi bu odam asosan bu Türk dünyasının birleşişini bunda üç narsaga bunda yig'inchoqlab turib, ixcham shaklda Türk dünyasiga yeyishga tirishgan. Birinchidan, tilda, ideologiya, fikirda, undan keyin ishda birlik deydi.
İşte birlik, tilde birlik, fikirde birlik. Demek Türk dünyasına yabani fikirlerinin ne kadar ziyarlık ikenligini bu milli kimlikniki fikir ideologiyaniki mesela o vaqtda o'tirg'i chiqqan kommunizm ideyasi, Yevropadan bazı sınıf kelgan pozitivizm mesela. Her xil bunda ideologiyalar bor şu vaqtda. Bu ideologiyalarni bir tarafda qayirib qolib turib biz o'zimizga eng bunda foydali bo'lgan o'zimizga xos bir fikr ideologiyasini yaratish deydi. Türk Müslüman kimligi asosida. Ondan keyin tilimizni mesela Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Tatar mushu turkiy qavmlarning ichidagi butun tillarni birlashtirish shuarini mushadan o'tirib qo'ygan. Bu birlashtirish qanday o'tadi desanglar, o'tirdagi lahjaning farqini azaytish. Hatta til o'rganishda anda 5 yil, 6 yil binasi o'qib, yezib o'rganayotgan nimalarni hatto ovozliqlam o'rgatish. Bir imom masalan men kichik chog'da oxunim masjidda bomdatdan keyin bizga nurg'un naslni og'zaki o'rgatdi. Shunda oson esimizda qoldi, hozir qadar quloqimda yangrab turadi shu ovozlar. Mushu İsmail Gasparli o'tirg'i chiqargan o'rgatish sistemasi shu. Buni usuli savtiya deb atag'lar. Ama Türk dunyosidagi nimada? Ondan başqa bu adamınki yana bir alayigiligi shu vaqtda halaqa Türk dünyasını birleştirgan til şu vaqtda Osmanlı'damı Arap alfabası, Uygurlarning tilimi 10 asrlik Arap alfabasıyla devam qildi. Özbeklarga ham shundoq. Bu yerda Chag'ataycha, Osmanlıca deb ikkiga olitichu til. Faqatlam u davrda. Shunimizda masalan 15-20 xil madanimimiz var, yozma var. Biz bir-birimizniki nimasini tushunmaymiz. Gap qilsa tushungan bilan masalan o'zbeklar bilan yozmalarni bilmaymiz kunimizda. Nurg'un uzoqlashib ketish oldu. Bu uzoqlashish siyosiy tarafdan bo'lag'lar. Mushu siyosiy nimaninki xatirini İsmail Gasparli eng boshda bilgachga, bayqag'achqa, mushu turkiy qavmlarni ta Sibiryadan İstanbulga qadar bütün Türk dünyasının tilinin birleşişini çağrı qilgan adam mushu. Mushu nuqtada bir narsani aslatib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Mushu ishon yuzdagi qarindoshlarimizga. Masalan 5 yildan beri bu Türk dünyası birligi degan bu birlik shuari qayta o'tirg'i chiqdi. Azerbaycan, Türkiye, Türkistan devletleri 5 tane cumhuriyet. Bular birleşip turib medeniyetni qaytadan birlikka keltirish, tilni qaytadan birlikka keltirish, siyosat, iqtisod hamma narsamizni bir gavdada qayta birligimizni ihyo qilish degan nimalarda harakat qilyapti. Buning ba'zi namoyandalarini naqd ko'ryapmiz. Qozog'iston Turkiya o'tirishdagi yaqinlashish, O'zbekiston Turkiya o'tirishdagi madaniyat almashtirishi va o'tirdagi nimalarniki kuchayishi. Hatta 2 yil oldu. Bütün Türkistan tilleriniki 34 harfga yig'inchoqlagan bir Latin alfabasini tarkib topgan bir birlikka kelgan tilini ijod qilish. O alfabada masalan Türk tilida bo'lmagan tillarni kishilik. Uyg'urcha masalan tilimizga kelmaydigan nima yo'qkan, harf yo'qkan masalan onda. Bizmi mushumda o'ylab baqsak, hozirgi bu siyosiy chaqiriqlar bu siyosiy chaqiriqlarning andizisini İsmail Gasparli 120 yil burun o'tirg'i qo'yib bo'lgan andizisini. Demak, İsmail Gasparlini shunda nima tunishimiz kerak? Keng doiradan tunishimiz kerak. Anda Tatar olimiydi, bizning Abduqodir Dambalam İsmail Gasparlining ta'siriga uchrab ekan deb oddiylashtirib tushunishga bo'lmaydi. Uning ta'siri shu vaqtda mujiq bo'lgan islohot fikrlarining ta'siri kunimizda ham hatto siyosatlarga, xalqaro siyosatlargacha ta'sir qilyapti. Yana bir nimasi İsmail Gasparlininki nimasida? Türkistan'da İsmail Gasparlini doğrup Özbekistan diyarda mesela Mahmud Hoca Bihbudi deb bir adam o'tirg'i chiqdi. Bu adamın intayin muhim şahsiyetlerden birisi. Bu Mahmud Hoca degan kishi G'arbiy Turkistondagi şu İsmail Gasparli başlatgan jadidchilikning aynısını, o'xshashini Buxoro, Samarqand, Toshkent, Xoqand, hatto Qashqargacha bunda ta'sir ko'rsatilgan olim bu. Onunki keyin bunda o'tirg'i chiqargan Munozira nomli kitobi masalan. Ondan boshqa
Yaş Bukharalıklar hareketi mesela. Bu hareketlere Türkistan diyarının maarif islahatıda alaydı töhfə qoşqan mühim şəxslərdən birisi. Mişədə Bay Taşkentçilerin gipini kıldım ya. Hoş. Taşkentçiler o bir mektep, bir medrese, Hoş. bir ekimninki nümelleri. Alaka temsilcileri. Temsilcilikinin vekil karakterlik insanları. Hoş. Şu vaktin özde İstanbulcular da bir mektep bunda ekim şekillengen şu vakitte. İstanbulcular ekimde mesela bula Osmanlı'ya berip, Türkiye'ye berip ilim marifetini elip vatanga qaytib bağan ekimnin adamları bu. Mesela Memteli Tevfik İstanbul'a kelip 2 yıl tuğandan keyin vatanga berip kılgan marif islahatı Taşkentçilerge okşamaydı. Memteli Tevfik'ninki Türkistan'daki milli kimlik çağrıkları, hatta şiirleri, onun istiklal marşı mesela. Taşkentçilik sel komünizm bilen yoğrulgan mesela Seyfettin Aziz Qarısaqlan bilgili ötücü bazı namayanlar. Bizim vatanda keyin hizmet qilganlar bor hatta. Şu 50-ci illəri, 60-cı illəri vatanda aktif şu hökumətdə xidmət qilgan, yerlik hökumətlərdə xidmət qilgan kişilər, muş Taşkentçilərin nimasi. Komünizmin təsiri uçurgan ama maarif islahatına ağa insanlar. Ama Memteli Tevfik bu İstanbul mektebiden, yani İstanbul ikiminden kelgen bir alim. Bir avantgard ziyalimiz hesaplanırdı. Bunun akınışı İslam aslında. Hatta Müslüman yaxşı bir medrese şahsiyeti var insan. Bu yerde Taşkentçiler demedik. Bularınki bundan mesela halkımızga, körmenlerimizge bir tutuş mühim çok. Ben bu yerde hemmini söz yapılamayım bu yarım saat 40 minutluk programda. Ama okurmenlerimizge bir fikrinin başlanışını açıp koyaman da olayım. Doğru. Bazı materyallardan faydalanış, bazı ekiminin izleniş yolunu açıp bir vasıta olsam da şunu arzu kılaman çok. Bu yerde Taşkentçilerin, bizden vatanga təsir qilgan Taşkentçilerinki asaslık bunda 3 tane şu ağrı var. Birincisi maarifning radikal dünyaviyleşişi deydi. Taşkentçiler asasen vatan qaytgandan keyin fan texnika bularning nimasi? Matematikaga ahamiyat verish, fizika, coğrafya, rus tilini o'rganish deb mushunda narsalarni shart qilib maarifni manda tarafdan taraqqiy qildirishga kuch chiqargan. Birinchi tarafi bu. İkincisi axborot, şu davrda o'tirib chiqqan drama, teatr mesela. Manda bir narsalarni şiiriyatni asas qilib turib xalqni uyg'otishga kuch chiqargan. Bunda qarab baxsana Lutfulla Mutallib, Abduxoliq Uyg'ur degan dangli shoirlarimizning nimasi naq mishaliga tushutayni. Lutfulla Mutallibning she'rlarida kommunizmning nimalari bor. Ama maarif, fan texnika, masalan Lutfulla Mutallibning bu mening yoshqun jugulim echilatdi degan she'rimi üstümüzde hava kuşları gaqirab tursa, yurtumuzda zavod fabrikalar vaqirab tursa, bu mening yoshqunchiligim echilatdi deydi. Bu chaqiriqlarning hammasi fan texnika, maarifning fan texnika, matematika manda tarafiga chaqiriq ko'p uchiriladi. Toshkentchilarning chaqiriqlarida. Yana birga shu sosyal demokratiya degan bunda bir uqum kunimizdagi atalg'i bilan aytsak, mushuni ular bakroq oldiga chiqargan. Aslında Şarkı Türkistan'a kelgan bazı gazetlar, fikrlar, xalqning siyosiy o'rnini o'stirtmizda qilgan harakatlari, bazı inqilobga chaqirish masalan, ishlatgan atalg'ulari ularniki. Mushu yöndan kunimizdagi sosyal demokratiya degan manda atalg'uda atalg'uga tushutgan bir iqlimni shakllantiruvdi bu Toshkentchilar. Endi nima qildik? Biroq Toshkentchilarni tushundik. Endi oxirida bir Buxorochilar deb bir ekim ushirgan dedik emasmi? Buxorochilarninkini bir tushuntirib, ani keyin programmamizni oyoqlashtiramiz. Olasiz. Yaxshi fikr. Xo'sh. Endi bu Buxorochilarniki asosliq nimalari? Shu aydan başta. Xo'sh. Bu 1917 yılı Oktyabr inqilobi qo'zg'aldi. Sovet ittifoqi qurildi.
bu Türkistan diyarı zaten Sovet İttifakı'ndaki bir Abdunum rayonuna aylanıp ketdi. Bir bütün G'arbiy Türkistan. Şarkı Türkistan bolsa bir nevi o yerda yerlik inqilablar var. Qumulda, Xotanda, hem yerde. Yanzangshin, şu Jallat mustabidlarning tajovuzchanligi hukmronligi ham eng bunda murakkab bir nimada yashayotganlar. Ammo Oktyabr inqilobi shunda yamirgan davrda Oktyabr inqilobining ba'zi chaqiriqlariga qarshi shaklda bu nimalar Buxarachilar islomiy kimlik asosida mustaqillikni qaytirib kelish tarafdori bo'lganlar. Mesela bu sosyalizmga, Sovet İttifakı'ndaki sosyalizm, komünizm çağrıqlarına avaz koysak, bizim istiqbalimiz parlak butu deyilganda bir iqlim şekillengen bolsa, Toshkent Türkistan Üniversitesi'nden çıqqanlar, Toshkent bazı qanoatlar bolsa, ama Buxarachilar buning aksida biz islomga qaytish kerak. Bizningki aslidagi musulmon kimligimiz, turk kimligimizni qaytirib akelib, biz bu nimadan qutulib, cumhuriyet qurishimiz kerak deydi. Qaytidimi da davlat qurish fikrini o'tirib qo'yganlar. Buningki Buxarachilar bo'lgan bilan asli chaqiriqning egillari. Ammo Buxarada mevasini ko'rmaylik. Bizning vatanda ko'raylik. Bizning vatanda masalan bu fikrninki nimasida masalan Nazarxo'ja qatorliq bir qancha buning nimalari bor. Vatanda istiqlol jamiyati quruldi. Undan keyin Sabit Tamollaminiki vakilligida tashqi dunyoni aylanib kelgandan keyin inqilobdan bir ideologiyalik kimligi hosil o'tayadi. Bu ideologiyalik kimlik nima desa, birinchidan unda Sovet İttifakı'ndagiday kommunizm, sotsializm chaqiriqidan, ya'ni bizga yot bo'lgan ideologiyadan uzoq turish. O'zimizning asli kimligi bo'lgan islom, turk kimligini qaytarib kelish. Muhammad Min Hazratimning bir butun nimalarimi mushaga Muhammad Min Bug'roniki chaqiriqlarimi mushu nuqtalarga qaytadi masalan. Buxarachilarniki, Buxara iqliminiki bir nimasi, gerçi Buxarada o'tirib chiqqan bo'lsa fikr, ama Buxarada ro'yobga chiqqanmidi. Bizning vatanda ro'yobga chiqib mevasini berdi. Xalqimiz Sharq Turkistonning taraflarida bu iqlimniki avangard bir nimalarga aylandi, qaytlarga. Toshkentchilardan farqli qilma. Toshkentchilar yuqori deganimday ular maddi tarafiga berilib ketganlik, bular ideologiyalik, idealizm tarafiga bakroq berilganlik, mushu alayliklarni ko'rsak. Hamda bularninki vakil xarakterlik insonlari kimlardir deb bunda bir savol o'tirib chiqishi mumkin. Zirb Qarajim eng vakil xarakterlik insonlarning birisi. Bizning vatanniki shu 1933da qurilgan Islom Cumhuriyatiniki ma'arif noziri bo'lgan. Onun başka Abdülmutali Halptim 2. Cumhuriyet'teki, Alihan Töre 2. Cumhuriyet'nin reisi. Bu qatarlıq alimlar del muşu ideologinin məhsulu olab, özü ağan bilim, özü medreselde ağan ilim bilimni muşu iqlimninki nimisde yaxşı jari qıldurup, vatanda tashkilot qurish, tashkilotni davlat saviyasiga ko'tarishga tirishgan eng avangard olimlarimizning birisi hisoblanadi. Xo'sh. Rahmat, biroq shu vaqt O'rta Osiyoda biz o'zimizning tilda to'g'risini aytgan vaqtda Turkistonga masalan ta'sir ko'rsatgan İsmail Rasparali bo'lsin, Musa Jarullah bo'lsin yoki bizning vatanga Nuqlan Abduqodir Damollovning ish izlari bo'lsin. Biz so'zlab keldik hamda. Hurmatli ko'rmanlar, bizning programmamizda ko'p rahmat. Biz yana oldin kelayotgan programmalarımızda bunun qarta yana ochiq. Vaqt bo'lib qolsa, gapingizni kesib soldim. Xo'sh. Vaqt bo'lib qolsa 2-3 minut yana qo'shib qo'ygan bir mazmun bor bu yergacha. Xo'sh. Ko'rmanlarimiz shu nuqtadanda. Bizning yuqorida deganimiz bir bu masalaning hammasini bunda yuritib bo'g'ilib masala emas. Xo'sh. Nurg'un siyosiy jarayon bor. Xalqimizniki yani yuragida qaynagan o'tlarni ifodalagan nurg'un she'r, adabiyot, onun başqa nurg'un nasllar o'tirg'i chiqig'liq. Bularning hammasini bir-birlab unda tadqiqot qilishga tadqiqotchilarimizning ko'ngil bilib uni ag'dirib qaytadan bu kunimizdagi kimlik krizislarda bir ashularni chiroq tutishga tavsiya qilman. Bu tavsiyalarim bor.
İkinciden bu yerda mushu mazmunda tadqiqot qilish yoki mushu mazmunni cho'nqiroq tushunib chiqishga qiziqqan qarindoshlarimizga tavsiya qilgan bir qancha material bor bu yerda. Mushu materialni tavsiya qilishni to'g'ri ko'rdim programning oxirida. To'g'ri. Sizning to'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Birinchidan mushu tarjimon gazetining shu vaqtdagi qismlarini qaytadan o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Shu davrdagi tarjimon gazetiniki shu vaqtda chiqqan qismlarning hammasini. Ikkinchidan bizning vatanda Shura gazeti edi. Şu Shura gazetini İstiqlal Jamiyatining chiqargan ilmiy xizmatlarning hammasini qaytadan ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Undan boshqa bizning vatanda Qashqarda shivitlarning bosgan, missionerlarning bosgan coğrafya kitobi, tabiat, biologiya kitobi degan nurg'un kitoblari bor. 1934-36 yilda besilgan deb nurg'un kitoblar bor ekancha. Masalan, men xizmat qilayotgan Turkiston kutubxonasida nurg'un materiallar bor. Xalqlar kelib foydalansa budur. Mushu kitoblarni qaytadan ko'rib chiqishni umid qilaman. Bundan 100 yil burun mushu Toshkentchilarningki masalan tabiiy fanlarga ahamiyat berish, rustilga ahamiyat berish va shuning taqobilda shu vaqtdagi atlas, shu vaqtdagi coğrafya kitoblarining saviyasining ne kadar yuksakligini ko'rsa, ota ajdodimiz bir uyg'unish uchun, tajovuzga qarshi chiqish uchun, millatning engini bunda taraqqiy qildirish uchun, yuksaltish uchun qanchalik kuch chiqaribdi buni yaxshi bilalaydi. Ham shu temada bir mutaxassis bo'lalaydi. Undan boshqa masalan Kafkaz rayonida Qazon yo'mushining atrofida Hayot gazeti masalan Molla Nasriddin degandek bunda nurg'un opera yo gazet jurnal binasida jiq o'tirg'i chiqiladi. Buni qayta ko'rib chiqishini umid qilaman qarindoshlarimizga, ko'rmalarmizdan. Undan boshqa bizningki Sharq Turkistonning o'zida Qazon gazeti, Toshkent gazeti deganday gazetlama taqib ekan. Buni nima jiq uchratdim nimada, izlanish jarayonida. Mushu gazetlarga qayta bunda qarab bakishni umid qilaman. Masalan, bu yerda men bunda deb qo'yishimdagi sabab bu yerda bir xalqimizningki ideviy ko'rishi faqatlam tajovuzchilar bilan bo'lmoqli. Yerlik bir feodal bir kuch bor. Xalqqa chaqirtgan, xalqni besib turgan bir zo'migar feodal kuch bor. Onun başqa Yang Zanshin, Jin Shurin degan bu shu jallatlarning Xitoy tarafidan, Xitoy Gomindan tarafidan belgilangan Shangchisayday mushunda 200 nimachi jallat xalqimizni butun Sharq Turkistonni qon bilan bo'ygan bunda zolimlar bor. Shunda bo'lsa-mu, ammo vatanimizda taqalgan bu fikr ideologiyaniki materiallari ta kunimizda bor. Buni yangidan bunda qidirib, tekshirib chiqib, uni ilmiy holatda tashqi dunyoga sunish, xalqimizning engining uyg'onishiga, sunishiga men chaqiriq qilman butun ko'rmalarimizni. Oxirida bu yerda hammani so'zlab bo'lib bo'lmayotgan vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun endi bir qancha materialni tavsiya qilib programni oxirlashtirishga tirishaylik. Bu yerda Mabadi Tamaddun al-Islamiyya degan kitobni o'qib baqsa, G'asbir Alining fikrlarini yaxshi bir tadqiqot qilgan bir material ekan. Nadir Davlat degan odamningki shu jadidchilik harakati haqida yozgan nimalari. Nadir Davlat hozir vafot taqdimiga aytman. Buning materiallarimi kunimizdagi akademik tadqiqotlarda intan yaxshi uchurlar bilan ta'minlaydi. Undan boshqa Manzara degan bir kitob chiqib ekan. Munozara degan kitob İsmail G'aspariyning beqo'l o'zi yozgan kitobi. 1911'de nashrda chiqqan kitob. Mushu Munozara degan kitobni o'qisa, shu vaqtdagi shu salafiylik, jadidchilik va usulchilik asli, ya'ni usulchilik va taqlidiy islom. Shu vaqtdagi taqlidiy madrasachilik. O'tgan qatamliq programmamizda so'zladik. Mushularning o'tirisidagi ilmiy munozarani o'tirib qo'ydi bu kitob. Xalqni uyg'otishda zodi qaysining nerdan foydalanib deb. Bundan nima kallamga ketdi desanglar, hozir Xitoyning turmusida 20 yillik ketib qolgan bir ustoz bor, G'ulom Muhiddin Damollam deb. Bu Damollamning tabliğlari to'la holatda mushuni anglaydik biz. Masalan, sufiylarning taqvoliqidan ba'zi tashkilotlar, masalan, Vahobiylarningki, kunimizdagi salafiylarningki, nasga, Qur'onga qaytish chaqiriqlaridan masalan. Hamma iqimningki bizga foydali bo'lganlardan foydalansak. Ammo
tarafbozlikqa, mazhabbozlikqa chaqirgan taraflarni rad qilsak, biz bunda bir gavda bir kimlik shakllantirsak degan chaqiriq edi. Demak, G'asparalining ba'zi nimalari, masalan, bu jadidchilik chaqiriqlari, tilda birlik, fikrda birlik, ishda birlik degani bir bütün bunda inkar qilish emas. Ayadagi jadidchilik taqlidiy madrasa hayotini, taqlidiy ma'arifni yoki taqlidiy bir islomiy kimlikni bir bütün rad qiling degan ma'no chiqmaydi uningdan. Ammo shu davrda nurg'un raddiyalarga uchraydi. Bizning vatandagi masalan Shabdulda mollamninki siyosat qilib, dushman bilan birlashib siyosat qilganligi. Kunimizda bog'u unda ishlar. Vatanda masalan. Abduqodir mollamninki xalqini uyg'otish uchun madrasa, minbar, jamoatchilikning orasidagi islohot chaqiriqlari. Bu yerda bir cho'ng munozara bor. Gerçi robro turib munozara qilmasam, her ikkilasininki o'zini oqlaydigan yo'llari bor. Mushularni tushunish uchun demak bunda munozara deganday G'asparali'niki. Bunda materiallarni qayta o'qib baksa, nayte yaxshi tushunib olaydi. 100 yil oldidagi, ya'ni o'tgan asrning boshlaridagi xalqimizniki islomiy iqlimdagi nimasini. Ondan boshqa bizniki Sharq Turkiston jadidchilik tarixidagi Toshkentchilar degan bir kitob bor ekan. Bu kitobni o'qib chiqishini umid qilaman. Bu O'zbekiston Fanlar Akademiyasi nashriyot tarafidan chiqqan kitobdir. Bizning vatanda balkim Uyg'ur ko'rmanlarimiz ya ko'rli ya ko'rmaydi. Shuni tavsiya qildim. Bundan keyin O'rta Osiyo va Uyg'urlarda ma'rif islohoti 1890dan 1930gacha degan kitob. Ya'ni Anqara nashriyoti. Men kitobdan men jiq foydalandim. Mushu kitobni yana tavsiya qilaman. En ahırda şu Hacı Kutluk Kadri'ninki şu Şarkı Türkistan'daki Cedidcilik Hareketi ve Abdülkadir Damollam diyen kitabımı naik faydalı materyalini sunurken şu Doktor Hacı Kutluk Kadri'nin şu materyalini yani okuşunu, onun faydalanışını tavsiye ettim. Ahırda mesela Mesut Sabri Baykuzi'ninki bizden vatandaki en körnerlik bir nümesi şu ekimlerden İstanbul abay dedik ya İstanbul ekimi de İstanbul'a kamağa mesela Memteli Tevfik, Mesut Sabri Baykuzimi ve şunu vekillik kıtır. Bu kişi mi İstanbul'daki şu Türk dünyasının uygunuşuğa, fikri önderliğine insanların hemisiyle tanışıp vatanga şu fikrini ekberip, ikinci Cumhuriyet'teki Çin'i Türkistan, Türkistan, Şarkı Türkistan, Şincan Mes Türkistan diye Muhammed Münazir'in bilen Xitay Akademikinin oturuşu münazirlede atolgu küreşlerde isim atalgı küreşlerde vatandaki siyasi kimlikinin acık rol oynayan kitap mı? Mesut Sabri Baykuzi'ninki hazır ben gibini kılgan Türkistan medeniyet yani özgürlükleri ve milli burjuaziye diyen kitabı. Bu pek mühim materyalini katardı. Onun için Tatarlı İbrahim diyen kişininki Tatar ve Uygur ziyali arasındaki medeniyet körlükleri diyen kitabı. Bizge meşadaki cedidçilik hareketleri, Bukhara ekimi, Taşkent ekimi diyen ekimlerinin içindeki vekil karakterli insanlarını bizge tanıştırdı. Onların asaslık fikirleri nereden geçiydi? Biz halkımızdan şu vaktki kimlik bilen hazırki kimliklerimizden oturuşki farklar nereden geçip berbattı. Hem de kelgüsü de kanday yerligici bardı. Biz ne fakatlam mesela devletlerin siyaseti taşlap koysak bulamtı şunu. Özbekistan Türkiye'nin bunda yakılış stratejisi, mesela Türkistan devletleri birliği diyen bu siyasetlerin tamam olsak bulamtı. Ya ki bu yerde bir ekim yaratıp, ya ki bu yaratılan ekimlerden kayıt paydalanıp halkımızın uygunuşu, zulümden kurtuluşuna bir yuçuk tapalamtımız diyenini izleniş için yukarı materyallerden paydalanışını tavsiye etme. Azrak vakit uzurap kaldı. Ketirim söylemen. Körlerimiz için sizliğime köp rahmet. Körmenler hazım körüp köpten köp rahmet. Degenimizdek bunu anlap bundan mol mezmunga ega olamayız. Fakat bu bir ipucu. Bu ipucunu bağlap durup bu ne çoğunqur izdiniş arqılıq tegimicik narsalarga erişe alish mumkin ama bunu anlap qo'yiblar bunu anlap qo'yiblar bir bilim egisi yoki bir narsa bo'lamayizlar. Bu faqat sizlarning qiziquvchilarga faqat bir ipucu berish deb tushunsanlar bo'ldi. Hurmatli ko'rmanlar, bugungi programmamiz mushada yaqinlashdi. Shunga o'xshash
programmalar inşallah hep iş haftada bir qilib turmiz uzungacha inşallah. Qolganiga kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Allohga emanet.